Hello dedim. Hello. Şu hello degan nima gap bo'lar? Hello. Hello. Yeah. Hello. Very good. Nima degan gap bu? Bu inglizcha assalomu alaykum degan gapga o'xshash mendiki gap. Tushundingizmi? Hello degan assalomu alaykum degan gap. Ma balam tushungandek emas. Uqmidi. Live yasab qo'ygan qo'chaqdagi turdi balam bu. Uqmidi. Mana qilib balam. Bak qarindosh millatlardan, mush Tojikiston nima deydi? Assalomu alaykum deb faqat fahmdiki. Alishma xubbas, alishma shukr. Baka. Uqmidi. Balam, mush assalomu alaykum degan gapning arabchasini bir tapaqa. Assalomu alaykum. Yo'q, mushniki mush assalomu alaykumning arabchasini deb, Assalomu alaykum. Yo'q, va alaykum assalom. Mush assalomu alaykum degan gapning aningga arabchasini tarjima qilib ber dedim. Assalomu alaykum. Adabni chandomayman assalomu alaykum degan gapning arabchasini tarjima qilib ber dedim men. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum deb tarjima qilib ber dedim. Assalomu alaykum dedim ku. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Davatman ku mana. Assalomu alaykum. Nima bo'ldi? Assalomu alaykum sen o'shnikidan nima? Shuni arabchasini deb ber. Hojam. Ya. Tushunmayman shuni. Ya bunday gap. Mushu Uyg'urcha assalomu alaykum bilan arabcha assalomu alaykum o'xshash. Arabcha assalomu alaykum bilan Uyg'urcha assalomu alaykum o'xshash. Ma'nosini o'xshash, delishini o'xshash, o'zgarmaydi, o'xshash. O'xshashmi? O'xshash. Xudoga shukr. Assalomu alaykum degan gap. Men mana gapni biladi ekanman. Balam. Ma yana tushunmaganda qiladi, tushundingizmi? Voy baka. Baka. Roshida baka. Ben assalomu alaykum dedim nima? Nima desam betigila? O'shda bir traktor zavodi. Mushton arabchasi nima? Mushtonki rossiyasi. Mushu ruscha? Mana bu Oktabr traktor zavodi degan gap assalomu alaykum degan gap rossiyada. Voy. Yo'q. Unda emas. Bu Uyg'urcha Oktabr traktor degan zavodi degan gap shu Rossiya Oktabr traktor zavodi deydi. Rossiya Oktabr traktor zavodi deganda Uyg'urcha Oktabr traktor zavodi deydi. Bu Oktabr traktor zavodi degan gapni har xil tilda Oktabr traktor zavodi deydi. Bu Oktabr traktor zavodi degan gap har xil tilda o'zgarmaydi. Voy qoldi traktorni ko'tira. Assalomu alaykum qo'yib turibsizlar. Gapni bir tushuntirib bo'laman avval bunga. Mana tushungirekmi gapni qilib berdim. Bak qarindosh millatlardan qozoqcha nima deydi mana bu? Assalomu alaykum traktorni qo'yib turib. Cho'ng gapni biz qilib qolganda boshqariladigan bomba degandek nima deydi? Boshqaralatin bomba. Boshqaralatin bomba. Tuxumni jo'mirtqa. Ya'ni o'mirtqa. Yo'q. Bu yana o'mirtqa demaydi, o'mirtqa deydi. Tushundingmi? O'mirtqa deydi buni yerda qozoqcha. Tushundingmi? Voy men bu sho'xolaringlarni azroqmi tingbudim? Voy mana sho'xolarim azroqmi tingbudim deydi voy. Voy siz tushunmadingizmi? Zala? Qozoqcha söyledim bilmedingizmi? Voy shu zala? Söylemedim. Sabuni. O tushunmagandan. Nima deyishdan voy hozir balam? Voy turma. Buni yerda siz yo'qmi baba? Buni yerda siz yo'qmi? Men qozoqcha söyledim voy. Nima deding? Boshqaralatin bomba degan so'zni qozoqcha aytdim buni hozir. Yo Allah balam, 5 ming urib gap qilib qo'ysiz, 5 ko'rib to'xtab qolmaydi ekansanmi? Xola. Ona yenga bormangmi baba? Biz bormaymiz bunda tizimlatamiz deyman. Tizimlatqina yerib ketdim ben voyjon. Hey! Sen etdiganga qarab tursan, bu gapni tushundiramasizmi? Sen maktabda o'qimaganmi? O'qigan. Sen A tilida 98, M tilida 100, A tilida 99 oldin.